Assalomu alaykum. STM Katyor 300 o'rnatganmiz. Mana tomini hozir bizdan keyin yopishar ekan. Dimoxodlari chiroyli bo'lgan. 4 metrga 1 metr tunkaligidan qo'yishibdi. O'zi mahalla unaqa baland joy emas ekan. Pastga tushmasa bo'ldi, tepaga chiqarib yuboradi. Ortiqcha cho'q chiqarmaydi tepaga ham. Muammosi yo'q. Mana hozir yoqdik. 11 gradusdan 20 ga ko'tardik. 99 ga 15 turibdi miyalari. Mana issiqlik o'lchaydigan datchigimizniki, temperaturli datchik. Mana buni ichida metal turba bor. Metal turbaga uchini yopishtirib, izolentalar yaxshilab o'rab, ustiga mana uni kiyg'izib qo'yganmiz. Stabilizator, mana qo'shib beradigan stabilizatorimiz. STM 300 bunkerli motor Turецкий oldiga orqaga bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana olov tepada qanchalik yoqasiz bo'ldi. Umuman ortiqcha muammo yo'q. Mana ichini ochsangiz, mana ichida olov qanaqa yonadi deganlar uchun. Aloqaga chiqaverasizlar. Kutish yo'q. Vodiy bo'ylab bir kunda, voha bo'ylab uzog'i 2 sutkada yetib boradi.